Sog'liq birinchi o'rinda, onajon. Bironta dorilar qolmasdan hammasini vaqtida iching. Xo'p, birinchi mana bundan boshlar ekansiz. Birinchi shundan boshlaysiz. Hozir men sizga meva yuvib beraman. Meva quvvat bo'ladi. Meva yeb bo'lganingizdan keyin dorilarni ichasiz, xo'p? Ovra bo'lib nima qilasan bo'lam? Ovrasi bormi, onajon? Ali, Labba. pensiyam tushsa dorilarni pulini beraman bo'lam. Onajon, qo'ysangizchi. Bu pullarni Rustam o'g'lingiz menga jo'natdi. Onamdan xabar olib tur deb tayinladi. O'zi kelolmas ekanmi? O'zi Toshkentda ishlar bilan ekan, mehnat qilyapti-da, onajon. Yaqinda kelaman dedi. Sizni sanatoriyaga olib borar ekan. Telefon qilsa bo'lardi-ku. Sizga bitta zo'r yangilik aytaymi? Bugun bizni ishdan haydashdi. Endi nima qilasan? Usmon bor-ku. Usmon yangi ish topgan. Yaxshilikka deb bekorga aytishmaydi-da. O'tgan ishimizdan ko'ra 2 barobar ko'p pul to'lashadi endi. Endi meni ham pulim ko'payib ketadi. Nevadan oling, onajon? Baraka top bo'lam. Dorilarni aytib berdingmi? Yana Rustamni so'radilar. O'ldi deb ayt shu bolani. Jinnimisan, bir kun insof berib qolar. Yo, Ali tushunmayman-da. Hayvon ham hattoki bunaqa yo'l tutmaydi. Keling, buni qancha katta qildilar, o'qitdilar, kontraktini to'ladilar, otasiz o'stirdilar, bor mehnatlarini, bor yoshliklarini o'shanga sarfladilar. Bitta shallaqini deb onani tashlab ketmaydi-ku. Usmon, avval arziydimi deb so'ra, keyin arzidimi deb so'ra. Hayot mana shu ikki savolning javobida yashiringan. Yo, yaxshi. Rustamga nima aloqasi bor hozir bu gapni? Vaqtimizni Rustam haqida gapirib o'tkazishimizga umuman arzimaydi. Vaqt oltindan qimmat turadi. Yo, men faqat bechora onaga achinaman-da. Ovqatlanasanmi? Qulf hech qachon kalitsiz yasalmaydi. Alloh ham yechimi yo'q sinovlar bermaydi. Ishdan bo'shadingmi? Ha, haydashdi. Lekin gap ishda emas. Demak gap ishqda. Balkim ishqdir, balkim taqdir. Uni hatto yaxshi tanimayman ha. U haqida hech qanday ma'lumotga ega ham emasman. Biladigan yagona narsam uning faqat ismi. Lekin u bilan bo'ladigan uchrashuvlarni intiqlik bilan kutaman. Hatto u 2-3 soniyaga bo'lsa ham. Chunki mana shu 2-3 soniya xuddiki hayotimning eng baxtli onlaridek tuyuladi. Barcha g'am, tashvishlarimni, xotiralarimni unutaman. Bitta tabassumiga esa kun bo'yi kayfiyatim eng a'lo darajada bo'ladi. Har bir qarash, nigohlari esa butun umidimni qaytadan uyg'otadi va u yana yo'qolib qoladi. Lekin erkakni erkak qiladigan narsa ayol sevgisi yoki boshqa erkakning nafrati. Tabriklayman. Chekinga ayol sevgisi tushibdi.